Xo'sh do'stlar, hammaga salom. Sizlar meni kanalimda, ya'ni Rashidning kanalidasizlar. Bugun sizlar bilan Tecno Spark Go 2 smartfonini birgalikda obzor qilamiz. Bu meni birinchi obzorim. Sizlardan qo'llab-quvvatlash, podpiska va like tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Bu telefonni men 6599, ya'ni 6600 rublga sotib oldim. Bizni pulga bu yaqin 1 million so'm bo'lar ekan. Hozir buni birgalikda obzor qilamiz. Qani ketdik. Xo'sh, buni ochadigani mana bu yerdan ekan. Xuddi iPhone ga o'xshab qilinmas ekan bunda. What? Teknologiya, okey. Telefonni o'zi bizni qarshilab oldi. Buni chetga qo'yamiz. Birinchi komplektatsiyasi bilan tanishib chiqamiz birinchi o'rinda. Xo'sh, bu yerda hamma o'qiydigan konstruksiya. Okey. 12+1. Bu degani 13 oy garantiyasi bor. Mana shu telefonni 6000 rublga sotib olingan, 6600 rublga sotib olingan telefonni 13 oy garantiyasiga ega telefon hisoblanar ekan. Okey. Xo'p, bu hech nima emas. Просто adapter питания. Made in China. 15 vatlik o'rtacha chexol. Вот. Prostoy, prozrachniy emas. Yaxshi, kачествовали chexol va korobkani o'zi. Bu hamma narsani chetga olib turamiz. Demak, telefonni o'ziga yuzlanadigan bo'lsak. Wow. Shuni telefon sinib ketgunga qadar nima qilmaydigan, olib tashlamaydigan insonlarni bilaman-da. Nimaga unaqa qilasizlar? Telefonni chiroyini buzib, nimaga bu yerga reklama qanaqadir telefoningizni xarakteristikasi yo boshqa narsani yopishgan holatda shuni turaveradi. Bilmayman, tushunmayman nimaga. Buni olib tashlasangiz narxi tushmaydi yo boshqa bo'lmaydi. Xavotirlanmaydi. Xo'p, telefonni yoqamiz. Telefonimiz polniy plastik. Bu plastik, shisha emas. Bu plastik. Oldi zashta plyonkasi ham bor ekan, ko'ryaptimi sizlarga? Telefonimiz knopka alohida joylashgan, juda ham chiroyli bosilyapti. Pastida Type-C tushadigan, zaryad qiladigan joyda 3,5 mm jack va kolonka. Ustida yana bitta kolonka. Demak, telefonimiz stereo. Xo'p, telefon yoqildi. Telefon yondi. Telefonimiz ramkalarini qarang. Buni voy. Buni ramkalarini qarang. Hatya 6,5 mili telefondan yana qanaqangi ramka kutdingiz? iPhone 7 Pro Max ramkasini kutdingiz. Telefonimiz aytib o'tganimdek to'liq plastik. Kamerasi, orqa kamerasi 13 megapiksel. Oldi kamerasi 8 megapikselli. Oddiy kamera bu. Kamera emas. Просто так glushka, chiroy uchun iPhone 17 ni formasini berish uchun shunaqa qilib qo'yishgan. Tecnodagi bratlar. Xo'p, kamerasi. Kameraga kiradigan bo'lsak, kamerasi unchalik yomon suratga olmaydi hozir. Telefonimiz qaranglar. Unchalik yomon ham suratga olmaydi. Unchalik yaxshi ham. Endi 8 megapikselli bu yer qaranglar. Ozgina da shumlar bor. Atak chidasa bo'ladi. Bolalar, bu 6,5 milli telefon. Qaytarib aytaman, bu 6,5 ming rublga olingan telefon. Ya'ni 1 million so'mga где-то olingan telefon bu. Bundan kuchli narsa, kuchli protsessor, aytib o'taman, buni ham kutish noo'rin. Ya'ni buni protsessori Winisoc 7250. Bu Helio G81 ni protsessor bilan bir xil degani. O'yin o'ynasa bo'ladi, video ko'rsa bo'ladi, YouTube ga kirib chiqsa bo'ladi, ozgina rasmga tushirsa, telefon bilan gaplashsa bo'ladi.
atak undan kuchli ishlarni bu qilib bera olmaydi. Hozir bu Wi-Fi ga ham ulanmagan aytgancha. Shunaqangi holat. Smartfonimizni nastroykasiga kiradigan bo'lsak, bu yerda meni telefonim haqida. Mana telefonimiz Android 15 da ishlaydi. Oxirgi Android versiya Android 15. Android da ishlaydi. Tecno AI, ya'ni sun'iy intellekt bilan ham bog'langan va bu yerdan bitta bosib turamiz va sun'iy intellekt bizda paydo bo'ladi. Bemalol savollarimizni berishimiz mumkin. Faqat menda Wi-Fi yo'qligi uchun bu pakajda ishlamaydi. Xo'sh, yana telefon fishkalaridan nima haqida gapirsak bo'ladi? Akkumulyator bu yerda 5000 mAh, xuddi Samsung S25 Ultra ga o'xshab bunda ham 5000 mAh batareya o'rnatilgan. Bu bir kunga sizga bemalol yetib beradi. Telefonimiz 15 watt zaryadga qo'llab-quvvatlaydi. 1,5 soatda, nari borsa 1,5 soatda to'ladi. Buvijonlar uchun, onajonlar uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi ayni shu telefonimiz. Telefonimizning yon qismida bir donagina teshik bor va bu albatta SIM karta solish uchun slot. Buni ochib ko'ramiz. Va bu yerda albatta dual SIM karta, ikkita SIM karta va bitta xotirani kengaytirish uchun chip solsak bo'ladi. Bu juda ham yaxshi degani. Smartfonimizda yana NFC ham bor. Bemalol bezkontaktni oplata qilishingiz mumkin. Kartangizni bu yoqqa ulab olib va shu bilan birga stereo dinamiklarga ham ega. Отпечатка bu yerda ekranda emas. Ko'pincha telefonlarda o'rganib qolganingizdek, bu yerda отпечатка knopkaga, ya'ni ekranni yoqib o'chirish knopkasiga o'rnatilgan va buni ham hali test qilib ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, telefonni qulflab ham oldik va endi buni отпечаткасini qanday tez ishlasa va Face ID'si ham bor ekan bu yerda. Uni ham yuzimga o'rnatdim va buni ham tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, отпечатка pals. Ha. Yaxshigina tez. Bu yerda bosish kerak emas, shunchaki qo'ysangiz bo'ldi. Bir zoomda ochadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda Face ID ham bor. Hozir uni ham ko'ramiz. Face ID ham bu vashi must have. Ochishini qaranglar. Hatto men kepkada o'tiribman, shunda ham smartfon taniyapti, ishlayapti. Shustri juda ham yaxshi. Yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Bundan ortig'i yana nima kerak? What? Must have. Samsung o'rganinglar. Samsung A17 o'rgan Face ID bilan ochishni. Samsung A55 o'rganinglar Samsung. Xo'sh do'stlar, gapni ham qisqa qilaman. Xullas, telefon sotib olishga arziydi. Men sotib olganimdan afsusda emasman. Shoshmanglar, turarmikan? Okay. iPhone bu, Bu iPhone, tushunasizlar? Easy. iPhone turadi buna qilib. Samsung turadimi? Da, hozirgi S25 Ultra turishi mumkin. Lekin undan oldingilari turarmidi? Yo'q. What? Tecno Spark Go 02 turadi. Как у iPhone. Tushunasizlarmi? Okay. Xo'p. Hatto telefonimiz juda ham omadli, ishlatsa bo'ladi. Kundalik turmush tarzingizga, sizga mana shunday yetadi. Hatto sarflagan pulingizga achinmaysiz. Telefon unchalik ham yomon emas. Telegram, YouTube kundalik ishlatish uchun juda ham yaxshi telefon deb o'ylayman. Hatto Android telefonlarni 1 yildan keyin ishlashni ko'rish kerak. Xalqimizda maqol bor-ku, cho'chani kuzda sanaymiz deb. Buni ham hozir qish bo'lsa kuzda sanash kerak. Kuzda sanash kerak emas-ku? Tushundinglar.
Do'stlar, sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi kontentlarimda va bu birinchi kontentim bo'lganligi uchun ozgina tutilishlar bo'lgan bo'lishi mumkin, ozgina hayajon bo'lgan bo'lishi mumkin, ovozda nimadir xato bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni kechirasizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlaysizlar, podpiska bosasizlar degan umiddaman va bu menga qo'shimcha motivatsiya bo'ladi va bundan keyin yana ham kontentlarimni sifatli qilib sizlarga chiroyli kontent, sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpiska bosing.